Bizning ayolda zo'r bayram. Kurash sektsiyasini ishtirok boshlagan bilan 7 oy. Bolalarimiz yedi ushbu zalda. Aka-inelar bilan so'rashdik. Ham bolalar rohatlanib yurdilar, qish berdilar, yarışlarda qatnashdilar. Kelajakda endi ular chempionlar bo'ldi bo'lamiz. Mana o'rtoq virus bilan ikkimiz endi yurtdik. Bolalarga Güzel. Bütün bolalarda şoqolamiz. Bu kunda kelganda endi 28'de bizden pogorelchilar kuni, поддержка воспитания, yigitlarni qo'llab-quvvatlash, san'at qo'llab-quvvatlash, shug'ullanishga tegishli. Şoqolamiz endi kimlar tilakda bo'lsa, qaydanda, hayotda bolalarni bugun biz jili sport turi bo'yicha musobaqa bo'yicha kurash bo'yicha O'zbekiston raqib kurashchi bor. Hatta şoqolib bo'linglar. Selamat bo'lib, bayram bilan paylaşalım. Артур 30. Bugün bizning jigitlarning заниматься ете boshlaulariga 7 oy bo'ldi. Ham biz соревнование o'tkazamiz итоговый. Men bunda Minnaxanov Rafis Fotish bilan ishladik ekan. 7 oy bo'yina ham mana shu ishlagan vaqtda bizning jigitlar ikki jigit Tataristonda aybatgina выступать etib qaytdi. Rayonda 12 jigit o'rin oldi bizning rayon соревнованияларында. Hali bizning 7 oygina trenirovать Шуңа ko'ra bugun итоговый соревнование ясыйбыз. Итоговый соревнованияны biz pogranichniklar kunina deb beyladik. Шул pogranichniklar ismin berib endi, шул pogranichniklar ismini bag'ishlab o'tkazamiz bu kurashni. Rafis Ag'oy ikkinchi trener bizning o'zi da pogranичник, весовой kategoriya bo'lacak. Ham men o'ylayman, har birsida o'rin bilan qaytib ketar. Ikkinchi yilga shul jigitlarni niqlab, o'sha Tatariston ko'lamida chiqarishga o'ylaymiz.